Homiladorimiz keldilar. Bugun homiladorimiz bilan shunaqa ochiq mavzu olib bormoqchi biz. Menga kelganingizda men sizga savol beraman. Sizga homiladorlik haqida vrachlar qaysi ma'lumotni bersa, siz qiziqibroq eshitasiz, siz nimani ko'proq bilishni xohlaysiz? Shaxsan meni o'zimda bo'ladi, shu qorinda ozgina qisilishlar. Chunki jism kichkinaligi uchun shu tonus ba'zida bezovta qilib turadi. Shu mavzuda ko'proq menga qiziqroq bo'ladi. Tonus haqida ko'proq. Demak, homiladorlikda tonus ko'pchilikni qiziqtiradi. Homiladorlikning birinchi 3 oyligida, demak, birinchi 3 oyligida ko'pchilikda tez tonus bo'lib o'tadi. Bu normal holat hisoblanadi. Homiladorlikning ikkinchi, 3-yarmida oyligida demak, tonus har doim bo'lavermaydi. Har zamonda bo'ladi. Qanday paytda tonus kuchli bo'ladi? Homilador ayolimiz zo'riqish berib qo'ysa, demak fizический, psixический, polovoy zo'riqishlar deyiladi. Fizik zo'riqishlarga bizani noto'g'ri harakat qilib qo'yishimiz, birdaniga bir nimani ilkasi ko'tarib yuborsak, hozir sizdan oldin keldi, отравление bo'lib ichib ketsa ham. Ichib ketganda yoki ich qotganda kuchanishda ham homila matkada tonus beradi. Noto'g'ri yotib qolsak ham, tepaga qarab uzoq yotib qolsangiz ham yoki bilib bilmasdan sal qoringa qiynalib yotib qolsangiz ham qorinda tonus berib o'tadi. Ikkinchi tonus yana ko'pchilikda beradi, ko'pincha asabiylashganimizda. Bir tomondan ikkinchi tomonga yonboshlash uchun oyog'i bukish kerak. Bukib sekin yonboshlasangiz, oyoq bukilganda mushaklar tortilmaydi, yengil yonboshlaysiz. Men ko'rsataman. Homiladorliklarda noto'g'ri jinsiy aloqalarda ham o'sha og'riq paytlarida yo xohlamagan paytda u ham og'riq beradi. Homiladorlik tonuslari xotirjam bo'lganimizda, tinchlanishib olsak, ikkita valerianka ichsangiz, yonbosh ozgina yotsangiz, ko'pincha o'tib ketadi. Sizda ham o'tib ketadimi tez-tez? Men tez bo'lib turadi-ku, lekin o'tib ketish ham tez o'tib ketadi. O'tib ketadi. Tinchlanib olsangiz o'tib ketadi. Agar o'shani o'ylab qo'rqsangiz, xavotir olsangiz, vahimaga tushsangiz, tonusni kuchaytirib, bizda homiladorlik tushish xavfiga olib kelib qo'yadi.